Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilarimiz, dehqonlarimiz, Behim Agro obunachilari, Murod agamni, Niholi Tursunzodi kanallarining obunachilari. Bugun bizning Furlan ko'chatxonamizga Murodjon agam tashrif buyurganlar Tojikistondan. Bular bilan ko'p kontentlar qilganmiz, xabarlar bor. Shu Tojikistondagi eng nomer 1 ko'chatchilardan birlari deganmiz, yangi qulayotgan ko'chatxonalarini ham ko'rsatganmiz. Qisqasi Tojikistonni Murod agamga yetadigan okam yo'q. Lekin shunaqa bo'lsa ham tojikistonlik akalar mana Toshkentga kelib, Furlan ko'chatxonasiga kelib, nima yangiliklar bor, qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti, nima yangi texnologiyalar bor, chet ellarda ko'p bo'lyapsiz, nimalarni o'rganib kelyapsiz deb bilim o'rganish maqsadida va biz bilan yuz ko'rish maqsadida tashrif buyuribdilar. Murodjon aka, xush kelibsiz O'zbekistonga, Toshkentga, Furlan ko'chatxonasiga. Alloh barakangizni bersin. Rahmat. Qanaqa aka ko'chatxonamiz, ma'qulmi, yoqdimi sizga? Ko'chatxonalardan ko'p ma'qul. Ha. Biz ham shu ko'chatxonaga havas qilib, biz ham quryapmiz-da. Inshaalloh sizda ham shunaqa rejalar bor-da, keyinchalik. Shunaqa rejalarimiz bor. Ha. Endi albatta bu sizlarning yordamlaringiz bilan. Inshaalloh. Sirazi shu nimadan aytaman, Murod agam kelishlari bilan asosiy o'sha rejalari mana bizani bilasizlar, bunaqa leykada nimada sug'ormaymiz, avtomatik sug'orish sistemalari bor. Qisqasi hamma narsa knopkada yoki telefondan turib, bu yerda hamma narsani boshqarsangiz bo'ladi. Forchkani ham, mana shu sepadigan dushlarimizni ham hamma narsani bitta knopkadan boshqarsa bo'ladi. Murod agam inshaalloh mana shunaqa masalalar bo'yicha kelganlar. Yangiliklarni qilamiz, mana shu masalalarni qilamiz va shu ko'chatda beriladigan oziqalar hammasi biz hech narsani yashirmaymiz aka. Biz hamma narsani qo'ldan kelgancha o'rgatamiz, tushuntiramiz. Bu narsa hammasi Allohniki. To'g'rimi? Yashirib, bekitib, buni birovdan unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Unaqa narsa yo'q. Inshaalloh qo'ldan kelgancha men birodarlarimizga yordam beramiz. Rahmat. O'zingizda nima yangiliklar aka? Shu uchun ham keldik-da biz sizni oldingizga, ustoz. Ana yurib mana qilamiz. Xo'p, hozirgi kunda Tojikistonda sizlarda ham sezon boshlangan bahorga inshaalloh, ha? Mana hozir boshlandi bizga ham sezon. Ha. Biz ham endi ko'chatlarni tashlaganmiz, o'zi tashlayapmiz, yana tashlamoqchimiz. Asosan Tojikistonda ko'proq nima ekilyapti? Pomidor, bodring? O'zi biz Tojikistonda hozircha pomidor. Pomidor. O'zi pomidor, mana bodringni o'ziga vaqtimiz bor hozir. Bizdagi ko'proq xalodniga ekiniladi, Ha. bepechka bodringni. Ha. Endi shu yanvar oyini boshida bodringni tashlashni boshlaymiz. Ha, maşallah, inshaalloh. Shu o'rinda bitta narsani aytib ketmoqchiman, hamma bilsin-da, chunki ko'p savol bo'ladi-da Murodjon aka. Har yili bo'ladigan savol ko'chatchilarga. Bu yil nima ko'p ekilyapti? Bodring, pomidormi? Bodring, pomidormi? Agar biza pomidor desa bodring ekishadi. Bodring desa pomidor ekishadi-da. Hech qachon bodring pomidordan ko'p ekilmagan. Doimiy pomidor, bodringga nisbatan doim mana shunaqa yurgan. Ha? Mana shunaqa rastaniyada yurgan. Lekin shunaqa yillar bo'ladi, bodring avvalgi yilga nisbatan ko'proq ekiladi. Lekin o'shanda ham pomidordan babi kam bo'ladi-da. Ha? O'zi odamlarni ham yeyish nimasini bir analiz qilib ko'radigan bo'lsa, babi achchuvga pomidor ko'proq solinadi bodringga nisbatan, to'g'rimi aka? To'g'ri. Shuning uchun pomidor doim ko'p bo'lgan akalar. Xo'p, asosan nima gibridlar ekilyapti? Murod aka, pomidordan nima gibridlarga talab ko'proq? Bizda hozir shu Fito kompaniyasini Fito. Aziz Mahkamov, alangali salom Murodjon agamdan. Mana Fitoga gap bo'lishi mumkin emas. Nomer 1 yevropeyskiy brend urug'chilardan bittasi. Shunday. Aziz malades. Zo'r olib boryapti Fitoni, maşallah. O'sha Fitodan aytyapmiz. Shu ba'dadan aytganingizdek, Runner, Motril va yana 2-3 ta urug'lari bor. Motril bizda lekin kam. Asosan bizda o'sha Runner deyveramiz. O'tgan safar ko'pchilik nimaga Runner deyapsan, Runner demayapsan. Dehqonlar Runner desa biz ham Runner deymiz, to'g'rimi? Dehqonni aytgani degan. Runner deysizlar, o'zingizlar ichimda kulguchilarni tashib qo'yasizlar. Dehqonni aytgani bo'ladi bab. Ishlab chiqaruvchi emas. Dehqon Runner qo'ydimi, Runner aka. Tamam. Bodringlardanchi? Bodring ham o'sha Fitomi? Ha, shu Fitoni Kadyar degan uzun bodringlar bor. Bizda nihoyatda yaxshi bo'lyapti. Kadyar. Ha, Kadyar bizda ham yaxshi. Kadyar bizda ham zo'r. Nomer 1 bizda Kadyar. Ha, maşallah.
ham chiroyli, ham hosildor, ham paladigan baquvvat, hamma tomonlama yaxshi. Yana nima yangiliklar Tojikistonda? Men endi bormaganimga ham ancha bo'lib qoldi-da. Yangi ko'chatxona qurgan edingiz, uni ko'rsatgan edik. Faqat karkasi o'zi edi. Nima bo'ldi endi stilajli qilindimi, nima jarayonlar ketyapti, nima texnologiyalar qo'ydingiz, nimalar bo'ldi? Endi shu ta'tatazi bitta sarafanini yopganmiz. Stilajini qilib bo'ldik. Shu atapli narsani hozir bolalar qilishyapti. Shu atapli sistemasini ko'ramiz yozib bag'dan, suv sepadigan dush. Shuni qilib qilsa 100%. Xudo xolasa bu yanvar oyidan ishlab tushiramiz uni. Hammasi stilaj, kaseti, hammasi bo'lgan. Istagan yo'q. Istagan yo'q. Hozir shu tarix bilan shu 100% kasetaga o'tdik. Tojikiston nomer 1. Tojikiston nomer 1. Mashalloh. Bu Murodjon akamga chiqarasiz ko'chat masalasi bo'yicha akalar, boshqa masala bo'yicha keyin konsultatsiya masalalari bo'yicha Tojikistonda ko'pchilik yozadi-da menga. Ko'pchilik murojaat qilishadi. Shu ko'chat masalasi bo'yicha ham, keyin o'sha programmasi, oziqlantirish programma, himoya programmasi bo'yicha aytma hammaga ulgurmaysiz deb bari. Asosan endi ko'proq misol Tojikistonlik akalarga murojaat qilib aytayapmiz, Murod akamga chiqaveringlar. Murod akam men bir emas ikkita kursimda o'qiganlar. Toshkentga ham kelib o'qiganlar, Tojikistonda ham borib o'qiganlar. Boshqalarga qaraganda bilimlari divaynoyroqda. Hamma o'sha programmalarni yozib o'tirganlar. Men nima desam, men Murod akam ham o'shani aytadilar. O'shaning uchun Murod akamdan foydalanib qolinglar. Foydalan. Prosta tak ko'chat sotmaylar. Mana biz ham bu yerda shunaqada. Shunchaki ko'chat sotmaymiz. Ana gap bor-ku, bizdan ketkinchi egasiga yetguncha deydi-ku, unaqa narsa yo'q. Biz har bitta o'sha dehqon bilan individual ishlab, imkon qadar programma qilib berib, mana buni bering, buni qilib bering, qisqasi agrokonsultatsiyalarni berib va o'sha keyinchalik ham xabar olib turib, ekilgan dehqonlardan ko'rib, minnatdormi, minnatdor emasmi, fikri qanaqa, odzivlar hammasini mana shu rejalashtirib olib boramiz. Murod akamda ham shu, sizda ham shu. Bizda ham shu. Sizda ham shu. Bizni dehqonlarimiz ko'chatni zakaz berib qo'yishadi. Keyin o'sha sal gullatib, balandroq bo'lsin deb xallarimda gul xonasini chiqaradi. Shu to'g'rimi, xatomi shu qilgan ishlari? Ko'chat yosh kattaroq bo'lsin deyshadi. Yosh kattaroq bo'lsin deydi. O'zlari zakaz berib qo'yadi. Aytgan sro'da tayyor qilib qo'yamiz. 10 kun 15 kun o'tkazib yuborishadi. Spetsionalda bu. Kun o'tsin deyshadi. Unaqa narsa bizda ham bor aka, bizda ham bor. Lekin biz mana yildan yilga shu narsaga o'rgatdik. Yosh katta bo'lsin. Shunda necha kun bo'lib ketadi? Bir 70 kun bo'lib ketadi. 70 kun, 80 kundan bo'lib ketadi. Endi akalar, dehqon akalar, ko'chatchini unaqa qiynamanglar. Ne to что Murod akam, bizani ham. Misol biz aytayapmiz, mana 50 kun bilan 60 kunning oralig'ida ko'chat tayyor bo'ladi. Shuni ratchetini olinglar deymiz-da. Agar havo ko'proq quyoshli bo'lsa, qish oyida ko'proq forchka otsak, ko'proq oziqa bersak, qancha quyoshli bo'lsa, shuncha ko'p oziqa suv berasiz. 50 kunda yetadi. Agar havo bulutli bo'lsa, yomg'ir, qor bo'lib, ketma-ket 4-5 kunlab bo'lsa, unda 50 kunda yetilmaydi. 60 kunda qish kunida ko'chat yetadi. Keyin joy masalasi. Yetildi ko'chat tayyor, ekishga zo'r, eng standart holati. U bo'yicha ko'p mavzular qildik, eng zo'ri mana shu ko'chatidir. Endi dehqonlar qanaqa o'ylashadiki, o'sha gullab tursa, g'unchalab tursa, bor eksam 3 oyda pishadigan narsa 2 oyda pishadi deyshadi-da. Endi bu yerda ko'chatchini joyi ham masalasi bor-da. Ko'chatchi har bitta ko'chatga, misol mana shu ko'chatga hisoblangan aka yoqilg'i bor, ish kuchi bor, mehnat va har bitta ko'chatga minadi-da mana shu narsa. Masalan, o'sha 50-60 kunning oralig'ida chiqib ketdimi, o'sha ko'chatchidan o'sha xarajat tugaydi. Endi ketdi dehqon suraveradigan bo'lsa, 70 kun 80 qilib suraveradigan bo'lsa, bu yerda misol yoqilayotgan ko'mirmi, gazmi, yoki berilayotgan oziqa, boshqa hammasi shuni ustiga minib boraveradi va undan tashqari bu dehqonning ko'chat zakazidan tashqari boshqa zakazlar ham bor. Keyingi zakazlar bor, boshqa zakazlar bor. Ularga joy yetmay qoladi. Mana hozir danniy moment shu holatda mana bu koridorimizda paddollar turibdi. Baxtiyor ko'rsatar. Hamma yoq to'la, bu o'z joyi o'zi yo'q, stilajli to'l bo'lgan. Koridorda nimalarimiz turibdi, kasetalarimiz turibdi.
ichida urug'i bor. Stilaj yo'q. Joy yo'q. Joy yo'q chunki. Joy yo'q. Xuddi shunaqa holat. Dehqon ozgina turib tursin, 5 kun tursin, 3 kun tursin, yerim tayyor emas, boshqa deb hozir bunaqa muammolar bor. U noto'g'ri narsa yoki boshidan kelishi kerak shu narsa. Menga 70 kunlik ko'chat qilib berasan, shu narxi bunaqa emas, men bunaqa qilib beraman deb taklifni dehqonning o'zi etsa, o'shanda ko'chatchiga ham bunaqa bo'lmaydi-da. Shu. Yo, biz mayli bir haftami 10 kunmi ushlab turamiz. Keyin qancha ko'p tursa ko'chatni sifati buzilyapti. Sifati ham buziladi, albatta buziladi. Sifati buzilyapti. Misol uchun standart holatida olib ketishmaydi. Keyin vaqt o'tgandan keyin sal bo'yiga cho'ziladi. Sal o'sha sifati buzilyapti. Xuddi shunaqa. Mana hozir orasini ochib qo'ygan bo'lsangiz, bu o'sgandan keyin yana havo aylanishi qiyin bo'ladi. Yana kasetadan olib sartarovka qilishingiz kerak bo'ladi. Yana orasini ochish kerak bo'ladi. Qisqasi sifat buziladi. Sifat buzilyapti. Sifat buziladi. Dehqonning o'zi ham usul ko'chat, baland ko'chat va ekishga qiynaladi. O'zi ham qiynaladi. Murodjon aka, mana ko'chat mayli o'zini yo'liga dehqonlarimizni, u yoqdagi dehqonlar, bu yoqdagi dehqonlar mana bizda O'zbekistonda dehqonchilikda ayniqsa issiqxonachilarni dehqonchiligining ichida bir prorif bo'ldi. Mana shu 4-5 yil ichida ekin yetishtirish, biologik himoya bo'yicha, oziqlantirish bo'yicha, tuproqni tayyorlash, umumiy bo'yicha ayniqsa mana bu Buxoro, Navoiy taraflarda. Buxoro nomer 1, Buxoroliklar nomer 1. Katta o'zgarishlar bu. Bilim tarafdan ham, tajriba tarafdan ham hammasini ko'rishdi. Shu masalalar Tojikistonda qanaqa ketyapti? Tojikistonda dehqonlarimiz bilan borib 1 yil ishladik, 2-3 marta bordik, tushuntirdik, darslar o'tdik. O'sha 1 gektarga qanaqa ko'chat ekish, nechta ko'chat ekish kerak, qanday ekish kerak, hop oziqlantirish masalalarini aytdik, elementlarni ko'paytirish, mikro elementlarni, mez elementlarni qo'shish masalalari. Shu narsalarga amal qilishyaptimi, yo'qmi? Hozir danni biramiya hozirroq amal qilishni boshlashdi. O'sha sizning agrotexnikangiz bo'yicha yerda haydash, keyin o'sha somon tashash. Somon tashab, balki biologimiz tashab, adatni ko'tarib olish to'g'risida. Shunaqa o'sha qilyapmiz. Ko'tarma pushtalar qilib, ko'tarma pushtalar qilib, o'sha siz aytgan bo'yicha qilyapmiz o'zi. Avval hamma teksirga ekdashu. Hamma teksirga ekkan. Teksirga ham ekkanmiz, keyin pushtani ham maydonga qo'yganmiz avval. Bunda nomajamda olib, hozir o'sha ko'tarma pushta qilyapmiz. Lekin shu masalani yana ham kengroq qilib, o'sha hamma dehqonlarni shunga imkon qadar o'tkazishni boshlash kerak-da. Chunki men bilaman, baribir Tojikistonda hali ham faqat o'sha azot deydi, ayni selitra, karbamid, amofos berib ekin yetishtirayotganlar bor-da. Shu mikroelementlardan foydalanmayotganlar, mez elementlardan foydalanmayotgan dehqonlar hali ham bor. Hali ham bor. Menga yozishadi. Azot berdim deyishadi. Azot qanaqa azot berdi? Endi azot deganda ular o'sha selitrani nazarda tutishadi. Yo karbamidmi, qaysi? Selitra, karbamid. Shu o'shani berdim, boshqasini bermadim deyishadi. Pomidor holati ham bunday ekilganiga 2 oy bo'lgan. Lekin shunaqa nimalarni aytishadi-da, ya'ni menga qolgan narsalarni bermadingiz. Ahvol mesela chato bir xil joylar. O'shalarga ham boshqa yo'l yo'riqlarni ko'rsatib, borish harakatlarini qilib borish kerak inshaalloh. Pomidor shu vegetatsiya davrida qaysi elementga ko'proq ehtiyoj sezadi? Biz dehqonlar faqat azot beradi, karbamid selitra, boshqa element berishmaydi. Endi umumiy vegetatsiya paytida mana shu 12 ta element deyman-ku, hammasiga ehtiyoj bor. Bittasini o'rnini ikkinchisi hech qachon bosa olmaydi. 12 ta elementni mana eng past dozada kerak bo'ladigan mana shu molibden bo'ladi, mis bilan. Doimiy shu. Lekin shunga ham ehtiyoji bor o'simlikning. Xoh bodring bo'ladimi, xoh pomidor bo'ladimi. NPK dan boshlaydi, eng ko'p misol talab qiladigani azot, fosfor, kaliy. Umumiy vegetatsiya davomida azot, fosforga, kaliyga bo'lgan talab doim ko'p bo'ladi. O'shaning uchun bular makroelementlar. Undan keyin kalsiy, magniy, sulfatlar, sera, oltin gugur. Bu ikkinchi darajada o'simlik o'sha o'zi talab qiladigan elementlar.
Unga ham doimiy talab bo'ladi. Endi o'sha mikroelementlar o'zini nomi bilan mikroelementlar juda ham past dozada kerak. Ha, o'sha temir, marganis, sink, masalan, bor. Temir bilan borga talab ko'proq bo'ladi. Endi marganis, sink, molibden misli eng past dozada, misol, gidroponikalarda tonnasiga 2 gram, 3 gram, 5 gramgacha qo'shiladi-da. Lekin o'simlik o'sha molibden xohlab qolsa, yoki o'sha sink xohlab qolsa, mayli dozada. Siz uni bermayapsiz. Mana bu azotingiz ham kerak emas, fosfor, kaliyingiz ham kerak emas. Unga o'sha kichkina dozada o'sha molibden yoki sink kerak bo'ladi. Uni bermadingizmi, anularingiz hammasi yemaydi. Xloroz bo'ladi, qisqasi u narsa yaxshi emas. O'shaning uchun umumiy vegetatsiyani boshidan oxirigacha mana shu 12 ta element doimiy kerak. Faqat balansi misol gullash davrigacha qaysi biridir ko'proq, qaysi biri kamroq. Mevalash davrida yana qaysidir ko'proq, qaysidir element kamroq. Qizarish paytida shuni balansini to'g'rilab olib ketilinsa bo'ldi. pH, IC'siga amal qilinsa bo'ldi. Endi bu bo'yicha rosa ko'p darslar bor aka. Uni o'zingiz ham bilasiz, ko'proq dehqonlar mana shu masala bo'yicha Murojon akamga murojaat qilaylik deyapman-da. Murojon akamga murojaat qilsanglar mana shu masalalarni biladilar. Holi Tursunzoda kanalida o'zlari ham qo'yib boryaptilar. Mana shu elementlar bo'yicha, element nexvatkalari bo'yicha, boshqa masalalar bo'yicha men ko'rib turaman. Qo'yib turibsiz-ku. Ha, qo'yib turibsiz. Shularni o'rganinglar deydi. Ya'ni deganda o'rganishsinmi? Sen yana bitta masala. Ha. Shu gektariga necha dona pomidor ekish norma, bodida nechta ekiladi? Endi bizning dehqonlarimiz sal ko'proq ekadi. Biz ko'chatchilarga dehqonlar qancha ko'p ko'chat olsa, shuncha foyda. Misol gektariga 25 mingta mahsul 40 mingta eksa bizga foyda. Shunaqa. Lekin o'sha standart bo'yicha nechta ekilishi kerak, o'sha haqida bir ikki og'iz shu bizning dehqonlarimizga maslahat bersangiz. Bizda ham xuddi shunaqa Murod aka. Biz ham misol mana ko'chatxona, biz ham gektariga qancha ektirsa shuncha yaxshi bizga ham. 30 ming, 40 ming ekmaysizlarmi? Biz ko'proq ko'chat sotamiz. Lekin to'g'ri yo'nalish ko'rsatish kerak dehqonlarga. Men u bahor bo'ladimi yoki qishki sezon bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'z normativlari bor. Maksimum 20 ming. Maksimum ekiladigan 20 ming. U nimaga qarab asoslanadi? Ko'p mavzuli qo'ydi bu bo'yicha ham. Mana shu yuradigan yo'lkalar keng bo'lsa, qancha keng bo'lsa, shuncha quyosh tushishi yo'lkalardan yaxshi bo'ladi. Mevalarga, barglarga quyosh tushishi yaxshi bo'lgan, fotosintez ham yaxshi bo'ladi. Ildizdan o'sha berayotgan oziqangiz, suyingizni ham o'simlik yaxshi oladi. Fotosintez zo'r bo'ladi. Endi mana o'sha mevaga agar quyosh tushmasa, meva semirmaydi. Uni barg yopib turaversa, meva mayda-mayda bo'lib qolaveradi-da. Shuning uchun imkon qadar yo'lkalarni kengroq qilib, imkon qadar mayli bir qatorli, ikki qatorli bo'ladimi, shunaqa bichish kerakki, Biz mana o'sha Koreyskiy teplitsalarda 7 metrga avvallari 5 qator qilishardi. Keyin 4 qator, keyin 3 qatorliga tushirib, yo'lkalarni 1.82 metrlik qiladigan bo'ldik. 3 ta qator qilib tushiradigan bo'ldik. Shunda yo'lkalar keng bo'lyapti, bir qator qilib ekishyapti. Kimdir 19 mingta, kimgadir 19,5 mingta mashg'ul ko'chat ketyapti. Ko'chat bilan ko'chat orasini 25 sm qilishadi. O'shanda 19 ming bilan 19,5 ming ko'chat atrofida ketadi. Bu baland koreyskiy teplitsa aytyapman. Aslida bo'y past teplitsalarga ham zich qilib ko'p ekitishadi. Shuning uchun mana aytaman, ana shu yuradigan yo'lkada yurganingizda bu yoqdagi pomidor bilan bu yoqdagi pomidorni bargi mana shu yelkangizga tegmasin. Shunaqasiga yurganingizda. Ko'p dehqonlarimiz hech mana bunaqasiga ham yura olmaysiz ekan, unaqa yollamachasiga ham yurib olmaydi-da. Bu faqat zararga. Bunaqa qilib ko'p hosil ola olmaysizlar. Bunaqa ko'p hosil bermaydi. Uni faqat paleyni boqiladi-da u. Kamroq ekib sifatli yaxshi hosil olish kerak. O'shanda kasal tushishi ham kamroq bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mana shu masalalarga amal qilish kerak. Biz tomonlarda teplitsa qurish rivojlanyapti. Dehqonlarga qanaqa teplitsa qurishni maslahat berasiz? Endi o'zligi ham qurishsa bo'ladi profilda. Masalan, bu bizning ko'chatxona bu Turetskiy. Turqidagi ham ustozim. Shu gaplashganimizda ham ancha o'ylab yurardim, qanaqa issiqxona qursam, koreyskiymi, turetskiymi, rosa variantlarni ko'rib yurganman deganlar. O'sha Turkiyada ham
o'sha ko'rgazmalar bo'lganda unisi bilan gaplashib, oxiri mana shu Turetskiy nimada to'xtaganlar. Teplitsangiz bo'yi qancha baland bo'lsa, shuncha havo aylanish zo'r bo'ladi. Teplitsani baland qilib qurish kerak ekan. Stoykalar ham baland bo'lishi kerak. O'shanda havo aylanish zo'r bo'ladi. Ichidagi qolgan narsalar texnologiyasi. Mana bu pardasi, ko'rpasi, o'shalarga ham ko'p narsalar bog'liq. Teplitsani past qilib qurmaslik. Agar qo'lda, misol ruchnoy qilib, samodelniy qilib qurishadigan bo'lsa, mana bu stoykalar eng kamida bo'yi 3 metr bo'lishi kerak, eng kami. U yog'i dugasi bilan misol 5,5-6 metr bo'lishi kerak. Mana shu standarti shu. Undan pastlik qiladi. Undan baland qilsangiz bo'ladi, 7 metr, o'sha eng yuqori tochkagacha 8 metr qilib qilsangiz bo'ladi. Keyin albatta tepada forchka bo'lishi kerak. U misol bunaqa ruletkali forchka bo'ladimi? Yoki qimmatroq bo'lsa ham bunaqa o'rtadan ochiladigan forchka bo'ladimi? Splashnoy обязательно forchka bo'lishi kerak. Mana bu peshanadan bitta, u peshanadan bitta qilib turib, ko'chatxona uzunligini 100 metr bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Tepada albatta forchka bo'lishi kerak. Mana shunaqa issiqxonalarni qurish kerak. Shunaqa расчет olish kerakki, teplitsani ham qurayotganda o'sha gektariga 19 mingmi, 20 mingmi o'sha ko'chatda ekaman, shunga qarab bitishim kerak shu teplitsani. Misol stoykadan stoykagacha bitta dugamiz 7 metrmi, 8 metr bo'lsa 4 qatorli, 7 metr bo'lsa 3 qatorli qilib ekadigan nima расчетini olish kerak. U stoykadan stoykagacha dugan 4 metr, 5 metr qilib qo'ysa kichkina bo'lib qoladi. Unda 2 qator ekishlik kerak, unda kam ketib qoladi ko'cha. Shuning uchun kamida 7 metr qilsa, yo'lsa 8 metr qilsa, o'shanda 3 qatorli, 4 qatorli qilib, yo'lkalarni bemalol 182 metrli qilib ekishligi mumkin bo'ladi. Albatta eng asosiy amal qilinadigan narsalar shu. Endi отопление sistemasi endi bizlarniki ko'chatxona bo'lgani uchun stelajlarning tagida hammasida turbalar bor. Undan tashqari bunaqa radiatorlar ham bor, havo aylanishiga, boshqa isitishlarga. Ko'chatxonaning nimasi boshqacha, texnologiyasi. Chunki mana har bitta o'sha dugani, masalan 3 ta 4 ta duga joylashgan bo'lsa, hamma yoqda salafan joylashgan. Mana shu ko'chat sovutish kerakmi, biz sovutamiz. Nariyog'ini isitish kerakmi? Uni isita olamiz. Butun teplitsani bir xil temperaturada qilsangiz, masalan, hammasini issiq qilsangiz, mana ko'chat o'sib ketadi. O'shaning uchun ko'chatni bo'yi bastiga qarab, men avval ham aytgan edim, temperaturani regulirovka qila olamiz. Lekin ekadigan joyda hamma joyda bir xil temperatura bo'lishi kerak. O'shaning uchun bunaqa relsli agar отопление bo'lsa, u bir xil bo'ladi. Bo'lmasa iloji bunaqa radiatorli nimalarga qilsa ham bo'ladi. O'tsa ham bo'ladi. Teplitsa qurayotganda mana shu narsalarga ahamiyat berish kerak. Prosta karkas qurib qo'yib, salafanni yopib qo'yib bo'ldi, teplitsa emasda, aka, u parnik u. U parnik u. Havo aylanmasa, forchka bo'lmasa tepada, sharoit bo'lmasa. Men aytamanki, 1 gektar qurishmasini dabdala qilib. 10 soto qurishsa, zo'r qilib. To'g'rimi? Tengili yana 10 soto qilib idealni qilishsin. Mana shu 1 gektar uncha yaxshi bo'lmagan teplitsani puliga 10 soto, 15 soto zo'r qilib qursa bo'ladi. Zo'r qilib. Zato teplitsa u boshqa teplitsa. Bu texnologiyasi ham bo'ladi. Dehqoncha ancha yengil bo'ladi. Shunday. Nima gaplar? Keyin bizda dehqonlar emas, o'zlari ko'chat qilishyapti. 3 qavat, 4 qavat plyonka qilishadi-yu, yeriga qo'yadi bu. Ko'chat yerda turadi. Mana bu stelaj. Shu yer bilan stelajni nima yaxshi tomoni bor? Yo, ancha farqi bor. Stelajda turgan ko'chatni tagidan suv o'tadi aka. Suv o'tadi. Va shuni hisobiga tezroq yetiladi. Sifatliroq yetiladi. Doim bir xil temperaturada bo'ladi. Qish kunida bilasiz, tuproq baribir soviydi. Tashqari sovisa ham, teplitsa bo'lsa ham tuproq ham sovuq bo'ladi. Bundan tashqari tuproqda misol nematoda bo'lishi mumkin, ko'rkirut, kuzarut, boshqa kasalliklar bo'lishi mumkin. Ko'chatli davridan o'tib qoladi-da bu narsaga. Shu. Endi eskidan nima maqol bor-ku, hali chumchu so'ysa ham qassob so'ysin deydi-ku, bilasizmi? Chumchu so'ysa ham qassob so'ysin degan haqiqatda bor narsa. Har bitta ish o'zini mutaxassis qilgani yaxshi-da. Men u bilan aytmoqchi emasman, dehqonlarimiz ko'chat qilmaylar, ko'chatchi zakasi qilaveringlar. Lekin idealni zo'r qilib qilsanglar yaxshiroq bo'ladi. Bo'lmasam,
ko'chatchini o'zi zakaz qilish kerak, chiroyli qilib bitta dehqon xotirjam o'zini ishlari bilan yurish kerak. Dehqonlarimiz ko'chatga bosib qo'yishadi, bu yoqda yer tayyorlash qolib ketadi, boshqa ishlar qolib ketadi, faqat shu ko'chat bilan ovora bo'lib qolishadi. И plus ustini duga qilib salafanlarni yopib tashlashadi, na havo aylanadi unda, na boshqa qiladi. Ko'chat sifatsiz bo'lib qoladi-da, ko'p holatda. Shuning uchun ko'chatchini o'zi qilgani ma'qul deb hisoblayman. Bizda shu narsaga amal qilishadi. O'zbekistonda deyarli hamma ko'chatchiga zakaz qiladi. Deyarli. O'zlik qiladiganlar ham bor, sifatli qilib, chiroyli qilib. Asosan dehqonlarimiz ko'chatchilarga zakaz qilishadi. Sizlarda ham shunaqa bo'ladi. O'sha bosh borib davolga urilavergandan keyin baribir sizlarda ham shunaqa narsaga qaraladi inshaalloh. Mana bodringlarimiz shunaqa, mana Murodjon aka. Bodring abdelimiz mana shunaqa. Buni deyarli tayyor, ozgina qo'ygan. So'y oxiriga ochib ketishadi. Chiroyli bo'ldi. Shu bodring mana shu atdel, bu bodringning atdeli. Bitta pomidor yo'q. Faqat bodring uchun qilingan. Nega? Chunki bilasizlar, bodringga nisbatan issiqroq kerak, suvni ko'proq xohlaydi boshqa. Shuning uchun bitta faqat bodring qilinadi, pomidor qilinmaydi. Yo pomidor, bu yo pomidor. Bodringni mana shu qolib kelib taxliydi bolalar. Bitta temperaturasi ham, vlajnosti ham narvaligiga nisbatan sal boshqacharoq bo'ladi. Shunaqa gaplar, aka. Rahmat. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Zo'r maslahatlarni oldik. Hurmatli obunachilar, Niholi Tursunzoda obunachilari, Behim Agrodan ham borsizlar, Behim Agro obunachilari, Tojikiston dehqonlari va O'zbekiston dehqonlari, hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Hammalarning dehqonchiligiga Alloh baraka bersin. Kelinglar mehmon bo'lib Furlan ko'chatxonamizga, inshaalloh hammalarni chiroyli birda mana shu Murodjon akamga o'xshab kutib olamiz. Inshaalloh. Nima tilaklaringiz bor Murodjon aka dehqonlarga? Shu hammamizga, umrimizga, rizqimizga, Amin, amin. dehqonchilarimizga, Amin. tijoratlarimizga, ziroatlarimizga Xudo o'zi fayz barakasini bersin. Amin. Amin. Sizni ham umringiz uzoq bo'lsin. Sizni ham. Baxtimizga sog' bo'ling. Amin. Amin. Rozi bo'lasizlar? Alloh barakalarni bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.